Assalomu alaykum. Ertalabki gazel polностью yechib yuvilgan, pola yuvildi polностью. Ma'milagacha yechilgan. Mana bu yerda moy to'kilib ketgan bo'lgan, uni yechilib yuvildi. Потолокlar yuvildi, sideniya yuvildi. Tak, bar qo'yildi bunga. Sideniyani o'ziga krepleniyali qo'yib chiqqan ekan, temirli. Chexol taqildi boshqa. Endi yana qo'yishadigan narsa, nima qo'yolman, orqasida ham petak singan ekan. Mana buni yenga qo'yishadi. Hozir yenga polik qo'ysak bo'ldi. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqadamiz. Qo'ldan kelgancha yig'ildi. Endi mendan oldin men bilan уже sinib ketgan bo'lgan. Yo'q. Ketgancha men bu parog ham kraskalam bor edi. Ikkita oyoq paroga. Qolgan kraska bor edi. Shu kerak bo'ldi. Bu yoq ham kraskalandi. Idealniy. Ko'ylak chiqdi. Zapchast olib qo'yamiz hozir. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqadamiz.